Assalomu alaykum qiling. Osiyo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, nana, go'zal qizim meni. Assalomu alaykum obunachilarga. Osiyodan assalomu alaykum. Mana sochini chiroyli qilib yig'sam yechib tashlayapti. Mana shunday qilib ajina bo'lib yurar ekan men qizim. Osiyo sochini yig'ib qo'yaymi? Nimaga? Nimaga? Ajina bo'lib yurasanmi? Ey canım kızım. Tushasanmi? Nima qilasan keyin yerda? Nima? Nima no? No, bo'pti. Debi no. Ha, o'zing tushasanmi? Yo'q, tusha olmaysan, jim, baland. Buni qarang. Teshib xo'ras, tepib. Pixi bilan yordi deyapti o'g'lim. Meni deb tepaman deb deydi, ana shu rishotkani tepib yorvordi pixi bilan deydi. Ochapat xo'ras. Narsa bersang, xotinidan oldin deydi. Neyse uyga kirib oldingmi? Nima qilyapsan yoqda? Mana qoraqosh lo'yalarni gullaganini qaranglar. Biram chiroyli gullabdi hammasi. Gulchasi. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Olisdagi yaqinlarim. Yaxshi dam oldinglarmi? Men ertalabdan zo'r dam olib shunday uyg'onsam, cholim aytdi, ikkita moling bo'shab, makkalaringni kirib yebdi, dedi. Oh, dedim. Kiysam molda baribir. Rasvo qilib yeb, o'rtasiga ham kirgan, qaytib chiqqan mana. Hozir ko'rsataman. Bo'ladi endi, qolgan. Ular sal teginib g'ashimga tekkan, endi qarg'amadim ertalabdan. Bosgan, qayirib sindirgan, arqoni bilan qayirgan ana shular olib onasini sog'ib oldim. Onasi bo'shamagan, ikkita katta buzoqcha bo'shagan. Keyin endi qolganlarini olib buqachaga beraman, kichkina buzoqchaga. Uni olib ketma dedim, kam sut berdi, emib qo'yibdi. Ana kecha dalada emgan, hozir kam sut berdi, shuni olib ketma buqachani dedim. Qaramaydi, olib borgandan keyin o'yinga beriladi, salom eshak o'ynaydi, shu bilan emib qo'yibdi.
Mana bu yerdan yurib yiqitib kirib, mana bularni tishlab yegan xohlagancha. Mana bularni ham yegan birinchi agatdi. Mayli, rizqi bor ekan. Unaqa asabiylashganim yo'q. Keyin ikkinchisi ham bo'shaganda men sendan qolamanmi deb mana bu yoqda yegan. Hey. Hey. Opchalaring senga o't berib ketgan. Yulib ukamga berasiz degan. Shuni yesang to'yasanmi? Bo'ldi, senga boshqa yo'q. Obunachilar, sizlarga bitta savolim bor. Mana qarang, mana bundaqa bir oq narsa chiqibdi. Nima ekan, qo'tirma bilmayman bir narsa. Kim biladi, shunga nima qilsa bo'ladi? Mol doktorda nomeri bor-ku, endi mabodo sizlardan javob kelsa, shuni o'zi yetadi menga. Mana shu qo'tirma bir narsa deydi mana shu mana. Nuqta cho'p qotdi. Kommentga yozinglar iltimos, nimadir qilish kerak bo'lsa, o'shani qilaman. What canım? 10, 3, ek değil mi? 1, 2, 3 de. Sana 3, 1, 1 de. 1, 2, 2 de. 3, 4. 4 de. Vay, apuçiku taşa onu. 4 de. 4. Nasıl ya? 5 de. 6. 6 de. 6 ya. 7. 7 de. 7. 7 de. O şey 7 de kızım. Kaç Asya? Kaç ve çapayı bana. Ana, bo'ldik bu yoqda. Bo'ldi mana arig'im. Kompot yopgan kunim boshini qiluvdim, bu taraf qolib ketdi, mana endi tugadi. Aytdim-ku, u qariqlar bor, qilinish kerak deb o'sha. No, garden, please, no. Zit hem in de simstroom op de Değil mi? O taşları yere geçirdi. Aşağı koyuyorum. Ciydi de bu doğular bilmiyorum. İyi yanını koy.
İşletken yo'nalishda O'zbekiston faqat ertaga chayamiz. Shunday yuvib olib qo'yay. Ertaga chay olaman endi. Bugun erta o'chdi kiran. Mana ko'ylagimda yengi bor edi. Men bu yoqqacha. Voy kiysam qisdi. Shuni kesib olib tashladim. Kiyib oldim keyin. Ana erta-perta bir kiyib yuvganimdan keyin orqa ko'chada bitta dugonam bor tikuvchi. O'shanga olib borib mana bu yog'ini ichiga qayirib tiktirib kelaman. Kiyaman desam shunday qisdi-da. Mana bu yog'imni qisdi, semiribdi mana yerim. İçim siqilib ketdi. Qo'ldig'idan kesib tashladim. Bu yil hisobida hali birinchi kiyapman-da buni. Semiribman. O'tgan yilgidan ham ko'p semiribman. Ha, o'tir, sigir soqsam bo'ldi, ovqatlanamiz. Ha? Mami. Sen shunday qilyapsiz. Min. Ha? Kim? Bilmem hadi bana. Baba. 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 Akasi papani tuzat, Kamron. Qoch. Yig'olay dasturxonni qoch. O'tir yerga. Enas. Qo'shiq aytyapsanmi?
Bugün tuxum tug'di tavuk. Alhamdulillah. Tavuk tuxum tug'di va nihoyat. Kecha oldik, bugun tug'di. Hozir endi shuni baniyat shifo deb Osiyoga surib bog'lashga harakat qilamiz. Hali birinchi marta men ham bog'layman endi qo'ldan kelguncha. Chalkajimda meni, o'ttakajimda meni. Shunday qilsa kerak Osiyo. Macha qilsa kerak shunday qilib, ha? O'z iplovga turibman. Ballar surib oldik. Beliga ham paxtaga shimdirib qo'yib, pampers qatadik, keyin ishtoncha kiydirib qo'ydik. Endi uni kim bilsa yozib yuboringlar kommentariyaga, iltimos. Buni tovuq tuqqanda issig'ida surish kerakmi? Yo shu tunda uxlaganda suriladimi? Kimdir kecha qizim 10 yosh hozir bilinmay ketgan, yurib ketdi degan edi. Ana shu opadan iltimos qilar edim, menga to'liqroq ma'lumot berishini. Men suraveraychi, xudo xohlasa bir gap bo'lar. Qorong'i bo'lib qolibdi. Qayerga qarayotgan bilmay qoldim. Bu aloe green leaf'niki. Mana bu ham sot krem, bu ham green leaf'niki. 2 yildan beri ishlatyapman. Undan oldin deyarli hech narsa qilmasdim. Faqat qatiq surardim xolos. Baribir ajinim ham bor. Peshonalarimga ham tirish tushgan. Achyapti kechami? 2 kun kecha. 2 kun surmadim. O'shaning uchun achyapti hozir surganimga. Mami. Osiyoni xudo xohlasa oyog'iga tuxum boshladik. Faqat xato qildikmi, to'g'ri qildikmi bilmayman. Tug'ishi bilan issiq tuxumni surishim kerakmidi? Yo bir tuxumni iliq suvga bitta tashlab olib keyin surishim kerakmidi? Shunday surdim, bilmayman. Xudo xohlasa baniyat shifo. Tivi. Fish. Iye, siz ham suryapsizmi? Voy kaka qizimda meni. Bu qiz deb kulib o'tirganga qaramanglar. Ha, so'rida uxlab qolgan ekan. Ko'tarib kirib tuxum surgunimcha uyg'onib ketdi. Voy aynanayda shirincham meni. Xayr qiling asa, endi uxlaymiz. Xayr qiling. Bye deng. Bye. Uch jonim qishim.
Hammaga xayrli tun, yaxshi dam olinglar, yaxshi tushlar ko'ringlar.